Laterli stabilizator tanlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Aniq bilmagansiz. Shuning uchun hozirda mana buni bosib qo'ying jigar. Xo'p, birinchi navbatda ruchkalari qanaqa ochiladi? Yaxshimi, yomonmi? Plastmassadan qilib qo'yiladi, juda ham arzon bo'lsin deb. Mana temirdan ko'rib turibsiz, juda ham sifatli. Ikkinchi navbatda bizani xonadonda bollar juda ham qitimir. Menimcha sizlarda ham bo'lsa kerak. Bunaqa bollardan himoya qilish uchun albatta quplanadigan bo'lishi shart. Mana quplab qo'ydingiz, bo'ldi. Bexavotir ketaverasiz, ishingizni qilaverasiz. Endi ochib ko'rsatamiz. Ichki qismida nakenishniklari bormi, yo'qmi? Ba'zi birlarida nakenishnik chiqmaydi, bunda esa chiqadi. Ya'ni eng muhim jihatlardan biri bozorda aksariyat bizda ko'radigan arzonchi stabilizatorlarda mana shu bypass bo'lmaydi. Bu nimaga kerak? Qishi sovuq kunida siz stabilizator orqali uyingizda texnikalaringizni ishlatyapsizda, birdaniga stabilizator buzilib qoldi. Mana stabilizator orqali ketyapti deylik. Buzilib qolgan holatda shuni tushirib, buni ko'tarib qo'ysangiz bo'ldi. Texnika bu stabilizator orqali emasda, to'g'ridan to'g'ri 190 bo'lsa 190, 180 bo'lsa 180 tarmoq orqali elektr energiya bilan ta'minlab turadi. Bu shunchaki mostik bo'lib o'tkazib yuboradi. Ichidan aylantirib, stabil kuchlarni sizga yetkazib bermaydi. Ikkinchi navbatda kafolat bormi, yo'qmi e'tibor berish kerak. Kafolatni o'qib ko'rish kerak. Sifat darajasini, boshqasini, mana bunaqa karmashkasi bo'lsa undan ham yaxshi. Ikkinchi navbatda himoya qilinganmi yo'qmi? Ba'zi birlarida ichida ichecholari ham ko'rinib turibdi. Bu juda ham xavfli, ayniqsa qo'lingiz tegib ketsa, uni faqatgina ustini ochib, ichini tekshirishi mumkin. Mana bu yerda samareza bilan qotirilgan. Tazimlanish uchun ham alohida osmonlar qo'yib ketishgan. Xo'p, yana bitta kerakli joyi. Mana bu narsa endi hammasida ham bor. Xohlasangiz ishlatasiz, xohlasangiz ishlatmaysiz. Ammo mana bu narsasi ko'pchilikda yo'q. Bechara servisdagi ustalar kelishadi, vintlarni, samarezlarni bo'shatib chiqish kerak. Bu esa qulaygina qilib qo'yilgan. Mazza qilib ichini ochib tekshirsa bo'ladi. Qani, yoqdimi sizlarga? Yana bitta narsasi. Kullerlari nechta? Bu yerda qaranglar, nechta kuller qo'yib tashalgan. Ayalmaganda, mana ochib ko'rsating. 3 talab kulleri bor. Bunaqa moshni stabilizatorni bilmadim bozordan qayerdan topasizlar. Narx bo'yicha to'g'ri, bu yutqizib qo'yadi. Sifat bo'yicha unchunchasini urib qo'yadi. Chunki bu 60 voltdan 270 voltgacha bo'lgan diapazonda ishlaydi. Buni qolgan xislatlarini tanishtirib o'tishim xohlasanglar, mana buni bosinglarda izohlarda fikringizni qoldiringlar. Nimasi qiziq? Xudo xolisa qo'ldan kelgancha yoritib beraman. Videoni mana tanishlarga yuborib qo'yinglar, bilasizlar o'zi kimga yuborishni.